Assalomu alaykum everyone. Sizlar bilan bugun Ray. Hop, biz bugun shu Thomson degan easy machine yechamiz. Hop, machine yonibdi. Endi nmap qilib information gathering qilishdan boshlaymiz. Hop, bizni ko'rishimiz mumkin. Bizda hozir 22-port i 80-80 port ochiq ekan. Hop, bu scan qilib turaversin. Biz 80-80 portni tekshiramiz nima borligini. Hop, 80-80 port Apache Tomcat bor ekan. Hop, Apache Tomcat основном nimaga ishlatiladi? Java dasturlashtiruvda qanaqadir backend yozilgan bo'lsa, o'shani ko'tarish uchun ishlatiladi. Oddiy Apache PHP uchun ishlatilsa, bu Java uchun ishlatiladi. Hop, bu scan qilib turaversin, balki nimadir topar. Hop, bize endi Ferox Buster ishlatamiz. Ferox Buster yo'q ekan. Hop, Faf ishlatamiz endi. Deshu hop, shodiga seklishdan score web content command textini ishlat. Hop, hop, docs degan fayl topdi. Example degan fayl topdi. Hop, host manager degan fayl topdi. Hop, manager degan fayl topdi. Hop, keling vash host manager tekshirib ko'ramiz. Hop, host manager parol so'rayapti. Bizda login parol yo'q. Bizga bu host manager HTML ichida admin bilan password bor ekan. Buni kopiya qilib olamiz. Hop, chiroyli qilib yozib qo'yamiz buni. Kerak yo'q qoladi balki hozir. Hop, Tomcat bilan secret ekan. Hop, boshqa yerga kirib ko'ramiz endi. Hop, mana o'tiramiz edi. Hop, Tomcat secret signing qilsak, hop, bizga admin panel ochib berildi. Menimcha admin panel bo'lsa kerak bu. Tek bu yoqda server informatsiyasi bor. Ubuntu server ekan. Hop, OS buni ham kerak yo'q qoladi hali payload qidirish uchun. Bizda yana bitta manager degan nima bor edi. Shunga kirib ko'ramiz. Hop, managerga ham parol so'rayapti. Menimcha bir xil bo'lsa kerak. Hop, xato ketdimi deyman. Hop, biz menejerni nimasiga kirdik. Tek bu yoqda deploy qilishimiz mumkin ekan. Hop, file deploy qilishimiz mumkin ekan. Var shaklida bo'lishi kerak ekan. Tek bize endi
msf Hop, bize search Java qilib ko'ramiz. Nima chiqarganimizga. Hop. Apache Tomcat qilsak-chi. Apache Tomcat. Apache Tomcat. Hop. Hop, bu yoqda GCP reverse shell bor ekan. Menimcha mana shuni ishlatsa bo'ladi. Hop. Bundan chiqib olaylik. Hitdek MSF bilan ishlatamiz. Hop, Java, GCP, shell, reverse, TCP ni ishlatamiz. Tek lhost belgilaymiz. Tek o'zim IP'm olishim kerak. Hop, buni shell var qilib yozib berdik. Hop. Shell var keldi bizga. Endi buni tek nc b to'g'ri yoqib ketamiz. Hop. Endi buni hop. Shell var olamiz. Buni deploy qilamiz. Hop, bizga shell degan nima ochib berildi. Bunga kiradigan bo'lsak, bizga shell kelgan bo'lishi kerak. Shell keldi mana. Bizda Tomcat degan user bor ekan. Endi shellimizni upgrade qilamiz.
birinchisiga kirib olamiz. Hop, Python versiyani tekshirib olaylik. Hop, oddiy Python bor ekan. Python 2 to'rog'i. Hop, endi clear ham to'g'rilab olsak. Export extreme. Hop, clear bor. Tak, bizada ID'imizni ikkinchi user bo'lib kiramiz. Tak. Endi home papkasini tekshiramiz. Home Jack degan user bor ekan. Jackda bizga read permissionimiz bor ekan. Tak. Lekin anaqa ko'ramiz ekanmiz nima borligini. Home tak. ID sh test user text imiz bor ekan. Tak, endi biza hop, Jackga papkasiga kira oldik. Get user text qilamiz va birinchi flagimizni olamiz. Hop, test text ida ID sh da nima bor ekan? Permission deneted. Hop, ID sh da full permission bor ekan. Lekin ishlatsam permission deneted beryapti. Buni o'qib ko'rsam nima bor ekan? Hop, ket qilganda otdi. IDni testga yozib qo'yganda otdi. Test textini o'qigan bo'lsam, tushunarli. Demak, ID sh root nomidan ishga tushirilayotgan ekan. Demak, hop, biz nima qilsak bo'ladi hozir? Cron tab ichiga yozib qo'ysak bo'ladi. Hop, cron tabni o'qib ko'rsaychi. Tak, o'zi cron tabga yozilgan ekan. Root nomidan yozilgan ekan. Hop. Tak, endi nima qilsak bo'ladi? Reversal olib, nima ID sh ichiga qo'shib qo'ysak bo'ladi. Hop, ref shellsga kiramiz endi. Tak, bizga 5 kerak bo'ladi. Hop, bu to'g'ri keladi bizga. 159 keyin ichida keysver ekan. Keysver, hop. Tak. Shu 3 portini ochamiz. Hop, bizga 5 olib ber. Deymiz. Hop, copy qilamiz buni. Hop, endi qilamiz edi. ID sh ichiga qo'shib yuboramiz. Hop, qo'shildi. Endi get sh qiladigan bo'lsak, tak, ID sh ichiga kirib ketdi. Tak, endi